Друзья Рекордс, мелодия в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья Рекордс, Рекордс. Друзья! Друзья Рекордс. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, Друзья Records yana sizlar bilan. Приветствуем вас, друзья! 3 необычных голоса и звучания сегодня соберутся в нашей студии. Программа «Друзья Records» представляет вам не просто артистов, а творцов, чьи мелодии обязательно затронут ваши сердца. Bilasiz Jahonxon, bugungi ko'rsatuv boshqacha bo'ladi, chunki bugun bitta san'atkor emas, 3 ta san'atkor taklif qilganmiz. Azizlar, kuzatinglar, juda ham zo'r bo'ladi Друзья Records, chunki sizlar yaxshi ko'rgan san'atkorlar bugun tashrif buyurishgan. Bizlarni kuzatishda davom etinglar va biz boshladik. Marhamat. Hayolim o'g'irlading ey guli Ra'no, manzili muhabbat so'zlari a'lo, mehrga molim ko'zlari dengiz, inkor etolmasman sevdim seni yolg'iz, tashlab ohista qadam guzorimdan o'tding sanam, Ra'no desam bir bor nazar solmading qildi alam, tashlab ohista qadam guzorimdan o'tding sanam, Ra'no desam bir bor nazar solmading. Ra'no, Ra'no, sen hammadan ham a'lo, senlar hayotimda bor ma'no. Ra'no, Ra'no, sen hammadan ham a'lo, senlar hayotimda bor ma'no. Qaydasan bergin sado, menga alamli sensiz dunyo. Lekin yulduzli samo eslatar seni tanho, yuragimda yasharsan sen go'yo. Tashlab ohista qadam guzorimdan o'tding sanam, Ra'no desam bir bor nazar solmading qildi alam, tashlab ohista qadam guzorimdan o'tding sanam, Ra'no desam bir bor nazar solmading. Ra'no, Ra'no, sen hammadan ham a'lo, senlar hayotimda bor ma'no. Ra'no, Ra'no, sen hammadan ham a'lo, senlar hayotimda bor ma'no. Ra'noxon, sen hammadan ham a'lo, senlar hayotimda bor ma'no. Ra'no, Ra'noxon, sen hammadan ham a'lo, senlar hayotimda bor ma'no. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganingizdan xursandmiz. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Очень рада вас видеть здесь. Haqiqatan juda ham xursandmiz. Xurshid mana bizani yaqin do'stimiz, ancha yildan beri san'atda, mana ijodda o'zlarini chiroyli qo'shiqlari bilan xalqimizni xursand qilib keladilar. Mana Друзья Records ko'rsatuviga xush kelibsiz Xurshid. Sizni ko'rgandan xursandmiz. Xushvaqt bo'ling. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat.
bir vaqtda ikkita tilda gapirish juda yaxshi ekan. Вот как раз у вас будет такой эксперимент Да. в нашей программе. Хуршид, невероятно красивая романтическая мелодия с красивым именем Рано, песня. Вот мне интересно, в вашем плейлисте какие песни есть? Я больше известен как кавер-певец. Вот, но сейчас я занимаюсь еще и своим творчеством уже давным-давно. И постепенно скоро будут разные песни на разные мотивы. Xurshid coverlarni ham juda ham chiroyli qilib ijro etadilar. Haqiqatan originaldan ham yaxshiroq deb aytsam bo'ladi, chunki men o'zim eshitib, menga juda ham yoqqan Xurshid ijro etgan qo'shiqlari. Anchadan beri ijodlarni kuzatib boramiz. Druziya Rekordsga xush kelibsiz. Sizni ko'rgandan xursandman va mana bugun muxlislarni xursand qilasiz degan umiddamiz va navbat sizga beramiz. Rahmat kattaxon. Marhamat. Спасибо большое. Gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda, shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni, shundan beri dilimda qolding
Xurshid gap yo'q. Haqiqatan ashula Rahmat, zo'r katta. chiqdi. Men maza qildim. Хуршид, вот вы сказали, что вы особенно любите исполнять каверы, да? А вот какие жанры вы любите? Вы знаете, когда мне вот звонят и говорят, на каком языке вы поете, да? Я говорю, кроме немецкого и китайского, вот я как. пою на разных Xurshid языках. ijro То же etadi. самое, вот тяжелый рок, я не могу понять, но я его слушаю, когда вот бывает настроение такое плохое. В машине я слушаю дальнюю дорогу, могу послушать. Но плохого настроения у меня не бывает, очень редко. Я люблю классику, я люблю, скажем, наш вот этно-джаз, фольк. У нас вот есть такой стиль, если помните, была группа Карс. Да. Вот это вот фольк. Национальный я тоже люблю нашу, но я ее люблю переделывать по-своему, чтобы она была Да. более доступной для молодежи. Yangicha yo'nalishda To'g'ri, Shu qilish yaxshi hozirgi bo'ladi kundagi va quloq, umuman- yoshlarni qulog'i unaqa bizani klassikani o'zgartirish yaxshi ko'radi. eshitolmaydi, uzoq katta ashulalarni eshitolmaydi, shuning uchun ularni ozgina o'zgartirishga O'zimizni harakat estrada qilamiz. yo'nalishga solib juda ham chiroyli qiladi. Yangi talqinda Zo'r. Да. Xurshid, keyin mana hozirgi rejalaringiz qanaqa mana shu kelajak? ikkita ashula yozdik. Jasurjon Badalbayev bilan. Hozir mana ularni yozib, endi klip jarayoniga o'tdik. Klip ham o'zingiz bilasiz qanaqa Albatta, og'ir jarayon, albatta. uni varaq Oson emas, oson oldin emas. o'ylab topish kerak, uni varaqqa ko'chirish kerak, varaqdan keyin syomka jarayoni. To'g'ri. Shunaqa sekin bu yil masalan endi niyat bu yil 3 ta klip chiqarish, Albatta. xudo xolasa, radio, televideniyaga Albatta. taqdim qilish. Niyatingizga yeting. Iloyim. Xurshid, ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. Vaqtingizni ayamay shu Druzya Records ko'rsatuviga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Sizni ijodingizda faqat omad tilab qolaman. Hamma o'ylagan yaxshi niyatlaringizga iloyim yetishib yuring. Zo'r qo'shiqlarni ijro etishni hech qachon to'xtamang. Iloyim, rahmat kattakon. Спасибо большое. Спасибо, желаем вам успеха. Ну а мы для наших телезрителей продолжаем. Спасибо. Marhamat. Ko'zlaringdan toma yoshlaring artkin, yig'lama go'zalim. So'zlari dard seni qiynar, titratib qalbim, yig'lama asalim. Atrofingda parvonaman, devonalar aylama go'zalim. Men yoningda dard alamingni unutib qoling, ber menga asalim. Yorek, go'zal yorek, qandu asal lablar bolek. Yorek, qalb bahorek, dard alamni unut yororek. Yorek, go'zal yorek, qandu asal lablar bolek. Yorek,
Records.
Abdulaziz Zakirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Это вам. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу keldingizmi? программу. Xush keldik. Abdulaziz do'stimizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman sizlarni ko'rib turgandan. Sharqoniy sozanda bu nomni eslab qolaymi-da? Xush kelibsiz Abdulaziz. Sog' bo'ling. Men ko'rib turganingizdek, Druziya Records ko'rsatuviga o'zimiz yaqinlarimizni, do'stlarimizni har doim taklif qilib kelyapmiz va shu ko'rsatuvda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Va nihoyat menga gal kelgan uchun rahmat sizga. Мне вот интересно, сколько вашей коллекции скрипок? Yo, Jakob. Ko'p emasmi? Bir, uchtagina bor. Uchtagina. Lekin bular ham qandaydir boshqacha ekan, a? Akustik skripka bor. Qani men ushlab turaman buni. Og'irlik qilyapti. Akustik skripkamiz bor. Bitta nima deydi, bayroqqa bo'yab olgan skripkamiz bor. Juda ham chiroyli. Sozandalar uchun eng o'zi uchun qadrli narsa cholg'usi bo'lgandek, biz ham o'sha bitta cholg'umizni bayroqqa bo'yab olganmiz. Faqat kerakli kunlarda uni ijro etamiz. Bu endi zamona zayli bilan elektronik skripka. Ovozi ham juda ham chiroyli. Abdulaziz bilan aziz muxlislar, biz bir joyda ishlaymiz va Abdulaziz bilan ancha yildan beri gastrollarda, tadbirlar, konsertlarda har doim chiqqanlarda muxlislar olqishib, haqiqatan juda ham bir fayzli insonsan ham bo'ladi. Nima chalib berasiz bizga? Sho'xroq chalib bersangiz, bilasiz, siz qo'shig'ingizga har doim, bo'ldi, bilasiz. Bo'ldi, sho'xidan. Marhamat sizlar uchun. Voy mazza qildik. Haqiqatan Abdulaziz qo'shuqlariga o'sha ijro etgan musiqalariga o'ynamasdan iloji yo'q.
To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri shu uchun ijod qilyapmiz. Albatta, albatta. Albatta. Xursandchilikda raqs, ularni raqsga chorlash uchun, xursandchilikda sherik bo'lish uchun ijod qilamiz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Avvalambor Abdulaziz kelgan uchun sizga kattakon rahmat. Vaqtingizni ayaming. Muxlislarimizni xursand qilamiz deb Друзья Records ko'rsatuviga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Вдохновение вам, Абдулазиз. И не уставайте создавать вот такие красивые композиции. Rahmat. Друзья Records. Aldangan bu dil yig'lar, sendan xabar kutar hanuz. Bechora u bo'lib qoldi, bahor kelmay keldi-da kuz. Yengilarman endi qara, muhabbating qildi xarob. Chindan seni sevib topdim, neday axir qancha azob. Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Bilmaysan da yonganim olovlardek bevafo. Sevgi ekan og'ir dard, topolmadim hech davo. Kechalar og'ir sensiz, bermaysanmi bir xabar? Qachongacha bilmayman, bu kunlar shunday o'tar. Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, vafolaring qayda qoldi? Keragidan ortiq sevdim, davolaring qayda qoldi? İzledim men choralar, uzoq bo'ldi oralar. Keragidan ortiq sevdim, va'dalaring qayda qoldi? Добро пожаловать. Спасибо, Bugungi rahmat, mehmonimiz kattakon. Azizaxon, Assalomu alaykum. do'stimiz, qadrdonimiz, xush kelibsiz. Rahmat kattakon, taklif uchun juda ham Rahmat. xursand bo'ldim men. Sizlarni birgalikda ko'rib. Bu ko'rsatuvda meni taklif qilishdi. Mana hozir nima boshlovchi bo'lib harakat qilyapman mana va hamma o'sha yaqinlarimizni, do'stlarimizni taklif qilyapmiz mana shu Друзья Records'ga va bugun mana Azizaxonni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Rahmat kattakon. Добро пожаловать. Thank you. Азиза, вот сейчас я послушала вот эту твою новую песню, да, она тоже такая чувственная, да, я знаю, что Да, многие да. песни у тебя в эмоциональном плане, они вот говорят, рассказывают. душу хватает, За да. душу Жизненные хватает. песни. Да. А вот скажи, в эмоциональном плане, какая из своих песен вот наиболее близка тебе? Борман я очень люблю. Bo'ladimi? У меня очень такая актуальная песня. Ayol taqdiri тоже. Сейчас вот пару песен спела на русском языке, тоже очень такие мотивационные, desam ham bo'ladi. Zo'r. Ayza o'zi juda ham kuylashi, shu san'ati juda ham yaxshi. Fidokor desam ham bo'ladi, chunki Ayzaxon bilan 5 yoshda san'atdaman. ancha yildan beri birga o'sha san'atdamiz. Gastrollarda, konsertlarda juda ham ko'p birga o'sha katta konsertlarda birga qatnashganmiz. To'g'ri, mana qadrdon do'stim. Da.
Shunaqa Целая desam история у вас. Целая Aziz. история, Целая можно история, целую Рустам, историю да, сделать, to'g'ri. да. Азиз, вот сейчас Ферда сказал, что вот его пригласили на телевидение быть ведущим. Это новый навык. Вот, и я понимаю, Меня что вот... хотите пригласить? Я с удовольствием приду. Все, Я думаю, что это будет очень Я хорошее... шучу. да. Но на самом деле я Хорошая очень мне идея. нравится. Мгм. Да. А вот я хотела сказать, вот кроме пения, какие еще навыки у тебя есть? Я витражист, делаю вот как. витражи на потолках, дверные проемы и так далее и тому подобное. Также я закончила ассоциацию поваров Узбекистана. Я Готовишь хорошо. Qachon boringlar endi? Farqi yo'q. Hozir ham ketdik desam ham bo'ladi. Xullas, ham поварman, ham konditerman. Yana nima, psixologman цифровой. Va Shunaqasi ham bo'ladimi? да, и я являюсь мастером рейки. Столько навыков. Честно говоря, когда я задавала этот вопрос, я думала, ну, я умею рисовать или что-то Я такое люблю очень скажете. рисовать, Да. и я умею рисовать, у меня есть очень много картин, кстати. Ну, я не Я ожидала, их что даже всё это- продавала, батик. Вот как. Но в любом фотография. случае, несмотря на все вот эти навыки, Yangi да, naviklar uchun отдельно bir ko'rsatuvga taklif qilish kerak ekan. Man o'zim hamma qilgan narsalarimni ham olib kartikalarni olib kelaman. kelib ko'rsatib, To'g'ri. yangi qirralarni muxlislariga ko'rsatishimiz да, kerak вот, bo'ladi. но все равно музыка считается главной. Музыка – это моя душа, можно сказать так. Да. Это не то, что главное, это моя душа, это тем, чем я живу, тем, с чем я родилась, можно сказать. Даже могу небольшую историю рассказать. Да. Как вообще я пришла на музыку, как мои родители отвели меня в музыку. Так. Адам bizani uchastkamizda bo'lardi. Adam arra bilan ishlab turdilar. Men yonlarida o'sha arrani anaqasiga, tovushiga O'ynagan. qilib o'ynaganman. Ha, Xullas, raqsga tushgansiz. o'shandan keyin onam aytdilar, bu muzikalniy sluhi bor ekan deb, keyin mana shu qizingiz artist bo'ladi Bu degan. qizingiz artist bo'ladi. Ну, они не ошиблись. Тогда продолжим. Что ты для Конечно. нас сейчас поешь? Ой, это наша, можно сказать, вот Ферда знает, и ты, Шахло, знаешь, я точно знаю. «Отып кетады» песня, это ей уже Любимая вот песня, сегодня, да, получается, наша любимая песня. на сегодняшний день, 26 лет, но тем Да. не менее люди все ее поют. Любит. Любят, да, и я ее возродила, boshqatdan aytdim, yangi Шлягер. talqinda «O'tib ketadi» qo'shig'ini. Ну что ж, тогда мы с удовольствием Будем с ней приглашаем. вместе Да, здесь. и Да, быть. обязательно. И- да, вместе будем петь? Да, конечно. Да. Эта песня. Можно любимая даже песня. подтанцовку, там что-нибудь по ходу пьесы придумаем, Да, посмотрим. Ayzaxon, yana bir bor kattakon rahmat tashrif Rahmat, qilganingiz kattakon. uchun. Juda ham xursand bo'ldik. Mana shunaqa tez kelib turing Druziya Recordsga. Va ishlaringizga omad tilayman. Rahmat, Я был kattakon. очень рад sizni ko'rib, sog' bo'ling. Друзья Recordsga man faqat omad tilayman. Rahmat. Rivojlaninglar. Biz sizlarni qo'llab-quvvatlab doim sizlar bilan birgalikda bo'lamiz. Rahmat. Друзья, на этой красивой песне мы должны закончить нашу программу. Мы желаем вам успехов и, конечно, гармонии в ваши дома и в ваши сердца. Оставайтесь на телеканале Дунья Бойля. Qachondir bor edi sevgi, u qalbimda yongan edi. Yolg'iz seni yoningga jonginam
друзья, рекорд с мелодией в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья,